O'rtoqlar, bu safar Xitoy aniq ko'chirib keldi deya olaman va bu skidkani sizlarga birinchi marta qilib berishim, boshqa umuman qilib bermasligim mumkin. Qaranglar, Xitoydan primoy kirib kelgan Dior sumkalarimizni ko'rasizlar, qo'lda qanaqa neobычный turadi, bundoq ko'tarib olsanglar, aynan mana shu yerda korobkasiz modelini olib kirib qo'ydik-da, bu narxini 99 ming so'm qilib qo'ydik. Mana bitta ko'rsatib yuboring. Korobkali modelni ham olib kirib qo'ydik. Bu narxini esa 99 ming so'm qo'ydik. To'g'ri topdinglar o'rtoqlar. Bu yerdagi bez korobka ham, korobka bilan kirgan modelimiz ham 99 ming so'mdan. Xohlasanglar podarkaga bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa korobka dokumentli modelimizni olib ketsanglar bo'ladi. Qizlar qarang, lekin kачество bir xil, просто korobkasini mana ajratib turadi, podarkaga upakovkada boradi. Korobkali modelini 99 mingga olsanglar bo'ladi. O'zingizlarga bo'lsa, bez korobka ham tutib ketaverasizlar. Mana qaranglar, qanaqa asal sumkalarimizni, mana brendlarni qaranglar. Mamtlarni qaranglar mana. Ko'rasizlarmi, ichlari ham вообще moshina chiqqan 99 ming so'mga. Newshoysdan kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar, qizlarjonlar, dastavka xizmatlarimiz ham voy ishlaydi. O'zim ham shunaqa bardak qilib obzor qilaman deb borib o'rganib qoldim.